Kleopatra 7 Misrning oxirgi fir'avni, siyosiy donolik va go'zallik ramzi. U Rim imperiyasi bilan munosabatlarni boshqarishda nafaqat go'zallik, balki strategik aql bilan harakat qilgan. Ko'pchilik uni faqat romantik voqealar bilan biladi. Ammo aslida Kleopatra Misr mustaqilligini saqlab qolish uchun siyosiy manyovrlar qilgan. Kleopatra Julius Sezar va keyinchalik Mark Antoniy bilan siyosiy ittifoqlar tuzadi. Misrning siyosiy mustaqilligini saqlash uchun shaxsiy va davlat manfaatlarini uyg'unlashtiradi. Rim bilan aqlli diplomatiya orqali kuchli muvozanatni o'rnatadi. Rimdagi ichki nizolar Kleopatra uchun imkoniyat yaratadi. U Mark Antoniy bilan ittifoq orqali Misrni xavfsiz va boy davlat sifatida saqlashga sabab bo'ladi. Tarixiy manbalarda aytilishicha, uning siyosiy strategiyalari Rim siyosiy manyovrlarini ham o'zgartirgan. Kleopatra Misrning oxirgi mustaqil fir'avni sifatida tarixga kiradi. Uning diplomatiyasi va shaxsiy jasorati ayollarning siyosiy roliga tarixiy namuna bo'ladi. Tarix shuni ko'rsatadiki, siyosiy aqlli harakatlar ko'plab hayotlarni va mamlakat tarixini o'zgartirishi mumkin. Xulosa: go'zallik va iqtidordan tashqari strategik aql va diplomatiya muhim. Kleopatra o'z mamlakatini saqlab qolish uchun har bir imkoniyatdan foydalangan. Tarixiy saboq: har bir qaror nafaqat shaxsiy, balki butun bir davr taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Jasorat, aql va diplomatiya birlashsa, insoniyat tarixida iz qoldiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.